Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ikki etajli uyimizni ham parovoyini qilganmiz. Hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Katta zali. Zalda ob'yom katta bo'lgani uchun bu yerga 6 talik registr yasalgan. Mana 6 talik registr chiroyli qilib yasalgan. Buni tagi tupli pol qilingan. Buni ikkinchi etaji ham parovoy atableni tupli pol qilingan. Ikkinchi etaji hozir ko'rsataman xonalarni. Bu kichik xonasi bo'lgani uchun 4 talik registr chiroyli qilib yasalgan. Keyingi xonalarni ko'rsataman. Bu kichikroq hammom, hali bitmagan. Boyagi podacha aparatkasi kirib pastga tushib ketadi. Bu tepadan kelishi. Mana tepani tupli poli shu yerdan ketiladi, hamma joyga tarqab. Bu turba narigi xonaga chiqib ketyapti. Mana yerga ham chiroyli qilib 4 talik registr yasalgan. Bu aparatka boyagi podachasi kelishi, mana aparatkasi pastga tushib ketadi. Bu xonalar hammasi boyagiday tupli pol qilingan. Endi boyagi bularni isitadigan kotyolni ko'rsataman. Bu oshxona. Lekin bu yerga registr qo'yilmagan. Tagi tupli pol bo'lgan hisobiga. Bu kotyol. Kotyol 300-350 kvadratgacha isitiladi. Bu avtomat garelka. Bu yerdan pastki tomon, pastki etajda tupli polga tarqaydi. Mana yerga motor qo'yilgan. Tupli pol suvni aylantiradi. Lekin bu parovoy samotok o'zi aylanadi. Bu motor faqat tupli polnikini suvni aylantirib berishga xizmat qiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Aloqadamiz.